Assalamu alaikum dostlar. Bugün sizlerle ötən dərsimiz mövzusu kəsr rasional təminlər. Al bilen şu kəsr rasional təmin toğusu biraz toxtub bitəylik. Kəsr rasional təmin bilmi, bütün rasional təmin bilmi. Bu ikisinin fərqi var. İki təmin yazayıq. İtayıq. X qoşulan 2 bölünülgən 3 ilinğən x qoşulan 1 bölünülgən 4 təmin 5 degan bir təminmə. İkincisi de x qoşulğan 2 bölünülgən x plus 3 ilinğən x qoşulğan 1 bölünülgən itayıq 4 qoşulğan x təmin 5 degan bir təmin yazayıq. Bu iki təminlərin fərqi var. Birinci жағдайda bizden bu təminimiz bütün rasional təmin buldu. Bütün rasional təminləmə. İkinci жағдайda kəsr rasional təmin buldu. Kəsr rasional təminləmə. İkisinin fərqi qayda degan vaqtida bütün rasional təmində məxrəci faqat turaqlısan buldu. Kəsr rasional təmində məxrəci buldu, özgərgüçü buldu. Məxrəci bir özgərgüçü bolsa, bu buldu, kəsr rasional təmin buldu. Əgər məxrəci faqatla turaqlısan bolsa, bu bütün rasional təmin deb aytiladi. Mana bu ikisinin fərqi məşda edi. Qılındaq buta biz kəsr rasional təmin işqə kirişəylik. Kəsr rasional təmin işkəndə mundaq algoritm saqlaş kerak. Eng birinchi kəsr rasional təminlərini işinin algoritmi. Qısqartıb yazdım, xabama. Kəsr rasional təminlərini işinin algoritmi. Birinchi yad tomur tepish kerak. Yad tomur. İkinci, eğer gerek bolsa umumiy məxrəci berib, bu gerek bolsa məxrəci berib kəsrdən qutulish kerak. Kəsrdən qutulish kerak. Üçüncü tomurlarını eğer bar bolsa tomurlarını mutlaq kerak, tekshirish kerak. Baştaq 3 algoritm saqlaganda bergen təminlərni yechishga bo'ladi. Keyin undaqdan buna bir misol qarashtiraylik. Birinchi misol x kvadrat bölünген x qo'shilgan 3 ilingan x məxrəci x qo'shilgan 3 tən 0 deydi. Bu yerda yad tomur tepish kerak. Yad tomur deb, ya'ni məxrəci 0'ga aylantirgan tomurni yad tomur deb aytamiz. Demak, biz x qo'shilgan 3 tən emas 0'ga deb shart qo'yamiz. Bu yerdan x tən emas -3 ga. Demak, bizim tomurimiz -3 soni. Yani məxrəci 1'dik. Demak, u məxrəci kerak emas. Bergen təmininin hər iki tərəfini köpəytimizimizə x qo'shilgan 3 ga qo'yamiz, köpəytib beraylik. Şu jaqda bu yoqqa 1'dan tegdi, bu yoqqa 1'dan tegdi, bu yoqqa x qo'shilgan 3'dan tegdi. 1'ni x kvadrat köpəytsəm x kvadrat, ilingan 1'ni x köpəytsəm x tən 0 hər qandasan köpəytsəm 0 bo'ldi. Endi x-ni tırnaq sirtiga chiqirma, x -1 qoldi, tən bu 0'ga. Bu yerdan x tən 0'ga yoki x -1 tən 0'ga. Bu x tən qanchaga 1'ga bo'ldi. Endi mush chiqqan tomurlarni tekshirma. Yad tomurum -3, bu chiqqan tomurlar mush yad tomurga teng bo'lmasligi kerak. Men 0 va 1 soni bu -3 ga teng emas. Demak, berilgan ta'minning javobi x teng 0 bu ham x teng 1 berilgan ta'minning tomiri bo'la oladi. Kelasi mana bir misol qarashtiraylik. X qo'shilgan 2 bölüngen x minus 5x qo'shilgan 1 bölüngen x qo'shilgan 1 teng 0 deydi. Bergen ta'minda yad tomur topaylik. Qarang bu yerda məxrəci har xilki, shuning uchun 2 qatim yad tomur topamiz. Bu yerda x teng emas 0'ga, birinchi жағдайda, kelisida x qo'shilgan 1 teng emas 0 deb shart qo'yamiz. X teng emas qanchaga? -1 ga. Demak, bergan ta'minga 0 va -1 salları yad tomur bo'ldi. Endi
Мәхрәж әрқыл болғандықтан біздің біз мәхрәж тапымыз. Бұл мәхрәж не болды? X ve X қосылған бірінің көпейтіндісі. Biz koy umumi мәхрәжі X köpeytilgen X koşulgan 1. Demek muş мәхрәжге берген таңымның her şekil tarafı köpeytme. Çiğdeyiz koyma. Köpeytilgen X koşulgan 1 de biz koyayım. Şu çağda birinci tügüdü X koşulgan 1'din tügüdü. Kelesiге ikinci kesirgenin sözüdегі X'tin tügüdü. Yani bu 0 sanıға her şekilsini köpeytiniz tügüdü. X hem X koşulgan 1'din köpeytiniz mana. Yani köpeytip açaylık. X'in X köpeyse X kvadrat. X'in 1 köpeyse koşulgan X. 2'ni X köpeysem koşulgan 2X. 2'ni 1 köpeysem koşulgan 2. Endi ben minus belgisi beke bayqaş gerek. X'in 5X köpeysem 5X kvadrat. Bu tamıq bilen minus 5X kvadrat. X'ni 1 köpeysem X. Bu tamıq bilen minus X. Tən 0 bolu. Çünkü 0'lar qalsan köpeysek 0 bolu. Demek birge algoritm saqlıq mı saqlıq? Yat tomur tapdıq mı? Yat tomur tepildi. Мәхрәж tepip kesirdim qılıp qutulup olduk. Endi bu bergen ifadeni tağımının sol tarafındaki oxşasılan jığıştırıp aldık. X kvadrat ile 5X kvadrat minus 4X kvadrat. X qoşulan 2X 3X. 3X ile X qoşulgan 2X buldu. Qoşulgan 2. Yalnız boş hesaba ki bize tağım oldu. Yani bergen tağım barlığı minus 2 bölü olaylık. Şurada 2X kvadrat minus X minus 1 tağım 0 buldu. Diskriminant yapalım çünkü biz bu kvadrat tağımı 1 elinğen 4 köpeytilgen 2 köpeytilgen minus 1 buldurma. Yani tağım 1 qoşulgan 8 buldu tağım 9'a. Yani x1 tapaylık. X1 tağım 1 elinğen 3 bölüngen 4 tağım 4'ten minus 2 yege bu kısırdı minus 2'den 1. X ikinci tomur'a ne buldu? 1 buldu. Endi çıkan tomurlarını tekşireylik algoritm boyunca. Bizden minus 2'den 1 yat tomur bulamdı. Yat tomurlar arasında minus 2'den 1 yok. Kelesi 1 sanı yat tomur arası bu mu? Yat tomurlar arasında 1 sanı yok. Demek bergen tağımının cevabı x'ten minus 2'den 1 hem x'ten kança 1. Şuna bizden tağımımız işildi. Kıyınlıkta kelesi misal. 2x kvadrat bölüngen x minus 2 qoşulgan 7x elinğen 6 bölüngen 2 ile x. Yani qarama bergen kesirning ikkisinin мәхрәҗдәге ifadələr bir-birinə tamıq bilan boldu, qarşı boldu. Onun üçün mən tamıqdan bir dəqiqə olay. Birinci kesir öz piç köçürmüz. 2x kvadrat bölüngen x minus 2. İkinci kesirin aldığı plusni minusqa almışsam məxrəcim qılı tamıqları qarşı özgürdü. Şu bu x icabi sam boldu. 2 səlbi sam boldu. Sürtü öz piç qaldı. Yani bayqab otasak, iki yandan tamıqsı özgürtü. Birinci kesrin aldığımızı özgürtü. İkincisi məxrəcdeki ifadələrinin barlıq tamız qarşı özgürtüb, məxrəclərin bir xil qılıq, tam 0'a. Yani bu yerdə yat tomur tapaylıq. Yat tomur. X minus 2 tam emas 0'a. X tam emas qançıga? 2'ga. Demek benim yat tomurum faqat 2. Endi məxrəcə bir xil boğalıqdan bu yerdə köpeytme x ile aşkı köpeytildeylik. Şu çağda birincisi 1'den tegdi, bir yakın 1'den tegdi, bir yakın x qoşulgan 2'den tegdi. Bir köpeytlik öz çıktı. 2x kvadrat minus bu minus tamga bulan tamılırım qarşı özgürdü. Minus 7x plus 6 bolu tam 0'a. Birine tanımlayırsak diskriminant 49 elinğen 4 köpeytilgen 2 köpeytilgen 6 tam 1 çıkdı. X 1 tam 7 elinğen 1 bölüngen 4 tam 1,5 buldu. İkinci tomur x 2 tam 7 qoşulgan 1 bölüngen 4 tam 2 çıkdı. Endi qaranla bizim tomurlarımız 1,5 hem 2. Bu bizde yat tomurumuz 2. 2 tomur bolamaydı dedi. Demek bu 2 mi qılmaydı? Bergen tanımının tomuru bolamaydı. Faqatlı cevabı x'ten qancha 1,5 oldu. Yani bırakalım qaytlayman. Yat tomur 2.
2'ni bilsek, bergen tamamımız nima qilib mohiyati juturdi. Shuning uchun bu chiqqan tomirlar ichida 2 chiqsa, demak u shu tamamining birdilla tomiri bo'lmaydi. Demak bu 2 tomir bo'lolmaganlikdan javob yolg'izla 1.5 tomiri bo'ldi. Kelesi bizim tanımız x kvadrat bölügen x qo'shgan 4 e'lon 2 teng 0 deydi. Bu tengni bek mo'ng'ay tenglimi? Bu yerda yot tomir topaylik. X qo'shilgan 4 teng emas 0 ga. X teng emas qanchaga? -4 ga. Demak bizning yot tomirimiz -4. Endi makhraj beretsek, bu yerda makhrajim kerak emas, chunki bir tala kasr. Shuning uchun ko'paytimiz x qo'shilgan 4 ga deb chetiga qo'yaylik. Shu chog'da bu yoq o'ziga 1 dan tegdi. 2 ga x qo'shilgan 4 ni tegdi, ham 0 ga x qo'shilgan 4 dan tegdi. Endi 1 ni x kvadrat ko'paytsak x kvadrat. Endi -2 bu do'stlar. -2 ni x ko'paytsak -2x. -2 ni 4 ko'paytsak -8 teng. O'ng tarafdan bu 0 bo'ldi. Bergan kvadrat olmish uchun diskriminant paydalanaylik. 4 elingan 4 ko'paytirilgan -8 teng 36 bo'ldi. X birinchi tomiri teng 2 elingan 6 bölügen 2 teng -2 bo'ldi. X ikkinchi tomir teng bo'ldi. 2 qo'shilgan 6 bölügen 2 teng 4 bo'ldi. Endi berilgan tomirlar yot tomir bo'la oladi. Bizning yot tomirimiz -4. -2 4 soni bular yot tomir emas. Yot tomirlarning orasiga kirmaydi. Demak javobi x teng -2, x teng qancha? 4. Kelesi bizning tanımız x kvadrat e'lon x bölüngen x -1 minus 2x e'lon 1 bölüngen 1 minus x teng 3. Hem biz qaranglar o'ng taraf bir qanot bir turaqli samla berilibdi. Bu tanım uchun aldı ben makhrajni bir xil qilib olaylik. Makhrajni bir xil qilish uchun siz bilsa, biz aldığımız misal qarashdik. Kesir aldığı tamg'ini o'zgartiramiz, ham makhrajdagi tamg'lar qarama-qarshiga o'zgartiramiz. Demak, birinchi kesirni üst pech ko'chiraylik. X kvadrat e'lon 2x bölüngen x minus 1. Yani bu minus tamg'isini o'zgartiramiz plusga. Makhraj tamg'lar qarama-qarshi o'zgardi. Bu birimiz bizning salbiysi bo'lib keyin yozdirib olaylik. X'nin koeffitsiyentini ijobiy qilib x deb oldiga yozib olaylik. 4ni o'z pech ko'chiramiz. Teng 3. Makhraji bir xilmi? Bir xil. Demak, yot tomir birligini topsak yetadi. X e'lon 1 teng emas 0 ga. Bu yerdan x teng emas qanchaga? 1 ga. Demak, yot tomirimiz bizda 1. Endi makhraj tepishni hojati yo'q. Makhraji bir xil bo'lgandan ko'paytimiz chetiga qo'yib x qo'shilgan 1 dan. Shu chaqda o'zlariga 1 dan tegdi bularga. Endi bu 3 ga nima tegdi? X qo'shilgan 1 tegdi. Voy kechirsa x e'lon 1 ya, x e'lon 1, demak x e'lon 1 dan tegdi. Sen makhraj x e'lon 1. Demak 1 ni o'z ko'paytsak o'z chiqdi. X kvadrat minus 2x. Tak, endi bu yerda qo'shilgan 2x minus 1 teng 3 ni biz ko'paytsak 3x minus 3 bo'ldi. Sol tarafni yig'ishtiraylik. X kvadrat minus 2x plus 2x ni bu 0 ga qisqarib ketadi. Minus 1. Endi bu o'ng tarafdagilar sol tarafga qarama-qarshi tamg'ini o'tkazaylik. 3x bu yoqqa kelganda minus 3x bo'ldi. Minus 3 solamiz plus 2 teng 0 deb 0 ni qo'yib olsak bo'lamiz. Endi sol tarafni yig'ishtiraylik. X kvadrat minus 3x minus 1 plus 2 minus plus 1 bo'ldi. Teng 0 ga. Kechirsa do'stlar, mana minus 3 yo'q ekanda. Plus 3 bo'ldi. Mana bir xatolik ketdi qolibdi mendan. Kechiringlar. Minus 1 plus 3 bo'ldi. Plus 2 bo'ldi mayda. Endi diskriminant topaylik. 3 ni kvadrat 9 e'lon 4 ko'paytirilgan 2 teng 9 e'lon 8 teng 1 ga. X birinchi tomiri teng 3 e'lon 1 bölüngen 2 teng 1 bo'ldi. X ikkinchi tomiri teng 3 qo'shilgan 1 bölüngen 2 teng 2 bo'ldi. Demak
Endi yat tomirlarga qaraymiz. Bergan bizning chiqqan tomirlarimiz 1 ham 2. Endi qaranglar. Yat tomir qanchaga teng? 1 ga teng. Demak bu 1 degan son hech qanday tomir bo'la olmaydi. Demak bu 1 ming bo'lmaydi, tomiri bo'la olmaydi. Javob yolg'iz 2. Javobi x teng 2. Mana shunday hisobimiz chiqdi. Kelasi bunday bir misol. Ana qaranglar, bu yerda maxrijini ko'paytirishga ajratib berishimiz kerak. Onun için birinchi kesma o'sib ketamiz. Maxrijni x transfer chiqarsak, maxrijni x bilan 4 ko'pinchida qoldi. 0.625 ni biz buni 625 deb yozamiz. Teng bu ikkisini 125 qisqartsak 8 dan 5 bo'ldi. Demak, o'ng tarafga 8 dan 5 deb yozaylik. Mana bergan tengni bundaq turga keltirgan bo'ldi. Yana bu yerda maxrijida x transfer chiqardim. X bilan 4 qoldi. 625 ni 8 dan 5 deb yozdim. Endi qaranglar. Bu yerda oldin yot tomir topay. Yot tomir ikkinchi kasrni maxrijiga topsam bo'ldi. Chunki ikkinchi kasrning maxriji birinchi kasrning maxrijini o'z ichiga yo'qolib olmaydi. X elegan 4 birinchi kasr maxriji bo'lsa, bu yerda x elegan 4 ikkinchi kasr maxrijidan bor degan so'z. Shu sababdan deb shart qo'ymay x teng emas 0 ga, u birinchi x dan kelib chiqadi. Tirnoq ichidan bo'lsa x elegan 4 teng emas 0 ga. X teng emas bu yerdan 4 ga. Demak, bizning yot tomirimiz 0 va 4 sonlari. Endi maxrij berma kasrni qutilish uchun maxriji maxrijsin bo'ldi 8 x ki x elegan 4 bo'ldi. 8 bo'ldi, x bo'ldi. X elegan 4 ikkilarda bo'lsa-mu, bu birlik etim x elegan 4 deb yoziladi. Demak, maxriji 8x ko'paytirib x elegan 4 ni ko'paytmasam bergan kasrga shu vaqtda bu yoqqa 8 x ni tegdi. Bu yoqqa 8 ni tegdi. Bu yoqqa x ham x elegan 4 ni tegdi. Nima qilma ko'paytib yig'ishtiramiz. 8x ni 2 ko'paytsak 16x, 8 4 ko'paytsak qo'shilgan 32. Endi bu yerda mana yozamiz. 5x ko'paytsak 5x tirnoq ichiga o'sib ko'chirib qo'ydik. X elegan 4 deb. Endi ko'paytib ochamiz. So'ng tarafga ko'chirib qo'yamiz. Bu yerda bo'lsa qancha bo'ldi? 5x kvadrat elingan 20x. Endi o'ngdan so'lga o'tkazsak 16x qo'shilgan 32 elingan 5x kvadrat qo'shilgan 20x teng 0 bo'ldi. O'xshashgan joyga minus 5x kvadrat 16x qo'shilgan 20x qo'shilgan 36x qo'shilgan 32 teng 0 ga. Minus 1 ko'paytiraylik. Şurada 5x kvadrat elingan 36x minus 32 teng 0 ga. Shu chap diskriminant topaylik. 36 ning kvadrati. 36 ning kvadrati bizda qancha ketdi? 1296 elingan 4 ko'paytirilgan 5 ko'paytirilgan minus 32 teng 1296 qo'shilgan 640 bo'ldi teng 1936. Bu 44 kvadrati. X birinchi tomiri teng 36 elingan 44 bo'lingan 10 teng minus 0.18. İkinci tomiri teng 36 44 ni qo'shsak qancha bo'ldi? 80 bo'ldi. 80 ni 10 ga bo'lsak 8 bo'ldi. Demak, bergan chiqqan tomirlar yot tomirlarga kirmaydi. Yot tomirimiz 0 bilan 4. Bizning chiqqan tomirimiz minus 0.18 bilan 8. Demak, javobi x teng minus 0.8
2x teң qancha? 8. Kelesi misal 2x bölüngen x kvadrat qo'shilgan 2 teң 3x kvadrat bölüngen x kvadrat qo'shilgan 2. Bu yerda yot tomir topaylik. X kvadrat qo'shilgan 2 teң emas nimga? 0 ga. Bu yerdan x kvadrat teң emas minus 2 ga. Yani qandaq to'g'ri qandaq sonning kvadrati bu yerdan 0 chiqadi ham ijobiy son chiqadi. Shundaqmi? 0 ve ijobiy son haqiqatan minus 2 ga teң emas. Yani x o'rniga har qandaq son bo'laydi. Yani bu yerda yot tomir hech qandaq son yot tomir bo'lmaydi. Chunki berilgan tenglik yechimi ega emas. Agar x kvadrat teң minus 2 bo'lsa, bu yerda tomir yo'q bo'ladi. Birinchidan. Demek tomir yo'q degan so'z yot tomir yo'q degan so'z. Ikkinchi жағдайda, ikkinchi holatda mana qarashsak bo'ldi. Har qanday sonning kvadratlaganda bu yerda 0 chiqishi mumkin. 0 berilgan son 0 berilsa, salbiy va ijobiy son berilsa, faqat ijobiy son chiqishi mumkin. Demek 0 ve ijobiy sonlar bu salbiy songa teң emas. Yani bizga hech qanday son yot tomir bo'lamaydi degan so'z. Demek yot tomir yo'q. Yot tomir yo'q. Yani qaranglar. Bergen kesrin mahrajı qandaq o'zaro teң. Agar ikki kesrin mahrajlari o'zaro teң bo'lsa, demak ularning suratlari bo'lib o'zaro teң bo'ldi. 2x teң 3x kvadratga. Bu yerda 3x kvadrat so'l o'tkazamiz. 2x elingan 3x kvadrat teң 0 ga. X ni transferdan chiqarsak, 2 elingan 3x teң 0 ga. X teң 0 ga yoki 2 elingan 3x teң 0 ga. Minus 3x teң minus 2 ga. Minus 1 köpeytesek 3x teң 2 ga. X teң qancha bo'ldi? 3'tün 2 ga. Demek cevabı x teң 0 hem x teң 3'tün 2. Kelesi bunda tamamlayıp görüyoruz. 2 bölüngen x kvadrat qo'shilgan 10x qo'shilgan 25 elingan 10 bölüngen 25 minus x kvadrat teң 1 bölüngen x minus 5 deydi. Bu tenglikni qanday ishimiz? Aldı bilen bir yot tomir tepishimiz kerak. Bu yerda mana shart qo'yamiz. Shart qo'yishdan burun oldin qarang, bu bizga formula berdi, durustmi? Formula bo'yicha buni ko'paytirish ajratib olaylik. Demak, buni kasrsiz qilamiz. Sürtünü öz buçuk geçirmez. Mahrajda biz ne verse bu x qo'shilgan 5 nimasi kvadrati. Endi minus bu yerda 10 yazımız. Mahrajni ko'payish ajratadigan bo'lsak, 5 elingan x 5 qo'shilgan x bo'lib, ikki ifodaning ayrimisi bilan qo'shilsa ko'paysa turiladi. Teң o'ng tarafda 1 x minus 5 öz buçuk geçirelim. Qaranglar, bu yerda x minus 5, bu yerda 5 minus x. Şu sebepten bu minusni plus o'zgartib, mahrajdagi birinchi tirnoqning ichidagi tamom qarim-qarshi o'zgartdi. Demak, birinchi kesirni ko'chirma. Bu minus plus o'zgartiramiz. Mana plus, qaralma minus bu yoqdan bo'ldi, plus bo'ldi. Endi bu tamomsi birinchi tirnoq ichidagi a'zolardan, ifodaning a'zolarining tamom qarim-qarshi o'zgartirish shu chog'da x elingan 5 bo'ldi. İkinci tirnoq o'z pechiga qoldiramiz. Endi qo'shinda o'rin almashtirgan bo'ldi. X qo'shilgan 5 deb. Teң 1 x minus 5 deb o'ng taraf kasrini o'z pechiga ko'chirdim. Endi bu yerdan yot tomir topaylik. Yot tomirga biz bu yerda qarang, x qo'shilgan 5 baka hem x elingan 5. Başka bir yerda ko'paytgichlar yo'q. Demak, bu ko'paytgichlar mayli 2 qatim qaytlansin, mayli 10 qatim qaytlansin, birarsiga yot tomir topsak yetarli. Demak, biz x elingan 5 degan bir ko'paytgichimiz bor. Teң emas 0 ga. Ikkinchi tomir x qo'shilgan 5 degan bir ko'paytgichimiz bor. Teң emas 0 ga. Bu yerda x teң emas minus 5 ga. Ikkinchisidan bu yerda x teң emas qancha? 5 ga. Endi yot tomirlar tepildi. Mahraj beraylik. Umumiy mahraja. Mahrajim bo'ldi. X qo'shilgan 5 bo'ldi. Hem x elingan 5 bo'ldi. Endi qaranglar.
Bir x qo'shilgan 5'ning kvadrati bo'ladi. Maxraji bergan kesir hammasiga bo'linib, maxrajiga bo'lingan son maxrajda beti durustku. Bergan kesir maxrajimiz birinchi kesir maxrajiga nima qilmaydi? Bo'linmaydi. Shu sababdan bir x qo'shilgan 5'ning kvadrati bo'lgandan bega kvadrat deb biz qo'ymaymiz. Ketdik. O'ta birinchisiga nima tegdi? X ilg'an 5'ni tegdi. Ikkinchisiga x qo'shilgan 5'ni tegdi. Üçüncüsüge x qo'shilgan 5 nimasi kvadratini tegdi. Endi 2 ni x ilg'an 5 ko'paytsak 2x ilg'an 10 bo'ldi. 10 ni x qo'shilgan 5 ga ko'paytsak qo'shilgan 10x qo'shilgan 50 bo'ldi. Endi x qo'shilgan 5 ni 1 ko'paytsak x qo'shilgan 5 ni kvadrat 1 ko'paytsak buni formula bo'yicha eshitamiz. X kvadrat qo'shilgan 10x qo'shilgan 25 bo'ldi. Keyin o'qishimizdan yig'ishtiraylik. Sol tarafni yig'ishtirsak, bizda 12x qo'shilgan 40 bo'ldi. O'ng tarafdagi azolarni barliq sol tarafga o'tkazaylik. Minus x kvadrat minus 10x minus 25 teng 0 ga. Endi yig'ishtiraylik. Qo'shilgan minus x kvadrat 12x ilg'an 10x qo'shilgan 2x plus 40 minus 25 plus 15 teng 0 ga. Minus 1 ko'paytib olaylik. Shu chog'da x kvadrat minus 2x minus 15 teng 0 bo'ldi. Diskriminant topaylik. 4 ilg'an 4 ko'paytilgan 1 ko'paytilgan minus 15 teng 4 qo'shilgan 60 bo'ldi. Teng 64. X birinchi tomiri teng 2 ilg'an 8 bo'lingan 2 teng minus 3 bo'ldi. X ikkinchi tomiri yig'ishtirsak bo'laylik. 2 8 ni qo'shsak 10, 10 ni 2 ga bo'lsak 5. Demak ikkinchi tomiri 5. Endi kechirsak ko'rmay qolibdi. Birinchi tomiri minus 3, ikkinchi tomiri 5. Endi bu chiqqan javoblar ichida yot tomir bormi? Yot tomirlarimiz bizning 5 bilan minus 5. Yani 5 ile minus 5 belirgenen tanımda tomir bulamaydı. Yat tomir ya. İzleden çıktı. Bizde kaç çıktı böyle? 5. Bu demek bu tomir bulamaydı. Sızab etsek bolu. Cevabı minus 3. Cevabı x ten minus 3. Kıynalıqda kiresi tanım iş görelik. Bu tanım iş qana qiynamiz. Qaranglar. Bu özel bir köpeytküçü, bu özel bir köpeytküçü. Bu köpeytküçlerinin köpeytisim ki de 0 tenge. Bu 0 bo'lgan ahvolda buna tanımladığında ne qanayışımız? Ya birinci köpeytküçü 0 teng, ya ikinci köpeytküçü 0 teng. Başka jagdayda bunun köpeytisim bu 0 bo'lmaydi. Demek şart qo'yamiz. X ilg'an 1 teng 0 ga yoki 2 qo'shilgan 1 bo'lingan x ilg'an 1 bo'lgan x qo'shilgan 2 teng 0 ga. Birinchi tanimdan x teng 1 ga. Ikkinchi tanim bizda bu kasr ratsional tanimi. Demak, yot tomir topaylik. X teng emas 0 ga. Birinchi yot tomirimiz, ikkinchi yot tomirimiz x qo'shilgan 2 teng emas 0 ga. X teng emas qanchaga? Minus 2 ga. Demak, ikkinchi yot tomirimiz bizda minus 2. Endi mahraj beraylik. Bu yerda mahrajim bo'ldi x ham x qo'shilgan 2 bo'ldi. 2 tal kasr, ikkisi mahraj arqali ekan. Demak, mahrajni ko'paytmasak, bu yerda birinchisiga x ham x qo'shilgan 2 ni tegdi. Kelesiga x qo'shilgan 2 ni tegdi. Buningga x ni tegdi. Buning barligi yana x qo'shilgan 2 ni tegdi. Endi 2 ni har birisi ko'paytsak 2x tırnak ichiga o'sib ichiz qo'yaylik. Buna yazsak biz xatolashmaymiz. Yoki xatolash ehtimolimiz az bo'ldi. Qo'shilgan 1 ni x qo'shilgan 2 ko'paytsak x qo'shilgan 2 ni o'zi kelib chiqdi. Endi minus 1 ni x ko'paytsak minus x teng 0 bo'ldi. Ko'paytib ochaylik. 2x kvadrat qo'shilgan 4x qo'shilgan x plus 2 minus x teng 0 yig'ishtiraylik. 2x kvadrat plus x minus x 0 qisqaradi plus 4x plus 2 teng 0 ga. Endi barlig'ini 2 qisqartirsak
x kvadrat qo'shilgan 2x plus 1 teng 0'ga. Kim 7-ci sinfda qısqacha köpəç formunu yaxşı bildi. Bunu bir dilində bezən oldu. X qoşulgan bir dilində kvadrat teng 0'ga. Yoki diskriminant arqılıq yeşsək buldursma. Endi bu yerden bunu jagdar ben bu usulba yeshib beraylik. Yani x qo'shilgan 1 tengga 0'ga. X teng qanchaga? 1'ga. Demek tomirimiz 1 chiqdi. Endi bergan yot tomirlar ichida 1 bormi? Yot tomirimiz 0 ham minus 2. Demek ularning orasida 1 yo'q ekan. Bizning 1 degan tomir 2 qatim qaytlandi. Bursma? Buni 2 qatim 1 deb yozmaymiz. Bu yerda yolg'iz javobiy x teng qancha? 1 deb yozamiz. Kelesi biz bundaq tamamı 3 tal kasır beripti. Bularning hammasi maxrij har xil. Maxrij har xil bo'lsa, birinchi qisqacha ko'paytirish formula bo'yicha formulaga yig'ishga bo'ladi. Ya'ni ko'paytirish ajratishga bo'ladi. Qisqacha ko'paytirish formula foydalanib. Ikkinchi bo'lmasa, ko'paytirish ajratishning usullarini foydalanib, ularning ko'paytirishga ajratishga bo'ladi deb ikki turli savol qo'yib biz o'ylashimiz kerak. Ana qaranglar. Bu yerda ko'paytirish ajratish bo'ldi. Ya'ni umumiy ko'paytirishni transferga chiqarish orqali ko'paytirishlar ajratgan bo'ldi. Bu yerda bo'lsa, qisqacha ko'paytirish formulani foydalanib, ya'ni ko'paytirishlar ajratgan bo'ldi. Biz qancha ko'paytirishga ajratamiz, maxrijni bizda hisobimiz bo'ldi, shunchalik o'ng'ay chiqdi. Demak, birinchi kasrni o'z pechiga ko'chiramiz. Minus ikkinchi kasrni surdaga tegmayman. Maxrijim qilma, umumiy ko'paytirish transfer chiqarsam, ikkinchi transfer chiqarsam 1 ilg'an x qoldi. Teng ikkinchi kasr, uchinchi kasrning surtini yana o'z pechiga ko'chirma. Maxrijni ko'paytirish ajratma. Qisqacha ko'paytirish formula bo'yicha ikki ifodaning kvadratini ayirmasi, mush ifodalarni ayirmasi bilan ko'paytirishning qo'shindisining ko'paytirishisiga teng. Ana qaranglar, bu yerda 1 minus x, bu yerda x ilg'an 1. Yani bu x ilg'an 1 deb yozilgan bo'ldi. Onun uchun kasrni oldin nima qilma? Bu minus tomg'isi plus o'zgartirma. Demak, yana qaytadan birinchi kasrni ko'chiramiz. Plus o'zgartiryapman, qaranglar. Bu minusni plus o'zgartiryaptim. Endi 4 o'z pechi qoldi. Maxrijida 2 tranchida faqat qarim-qarshi o'zgarib x ilg'an 1 deb yozilgan bo'ldi. Teng 4 3 x kvadrat ilg'an 38. Maxrijida x ilg'an 1 x qo'shilgan 1. Bizning ko'paytirgichlarimiz x ilg'an 1 ham x qo'shilgan 1. Boshqa ko'paytirgich yo'q. Shu sababdan bizning yot tomirlarimiz x ilg'an 1 teng emas 0'ga, bu x teng emas minus 1'ga, x ilg'an 1 teng emas 0'ga, x teng emas 1'ga. Bizning yot tomirimiz minus 1 va 1 soldiradi. Endi bu yerda bu hisobni chiqarishni o'zinglar algoritm bo'yicha chiqarib ko'rsanglar bo'ldi. Umumiy maxraji hech qanday qiyin emas. Umumiy maxraji simboli. Umumiy maxraji bo'ldi. Maxraji qarash kerak. 2 x ilg'an 1 ham x qo'shilgan 1 bo'ldi. Umumiy maxraji bo'ldi. Demak, barliq ko'payib, to'lqitirish ko'paytirish yozsizlar, oxirida chiqqan tomirlarni yot tomir bo'lmasligi bo'yicha tekshiraysizlar. Shunday hurmatli do'stlar, barlarga diqqatingizni ko'p rahmat. Mushlimlar darsimiz oyoqlashdi. Sog' salomat bo'linglar.